Uydan chiqib ketgandim. Demak, to'yingiz ham buzilgan. Birmas ikki marta. Отказ bo'ldi. Bitta tirnoq uchun отказ bo'ldi. Nikoh uzugimni sotdim birinchi bo'lib. Ofitsiantlik meni uydagilarim uchun yomon kasb. Tamommi? Tugashing shuni deyman-da o'zimga o'zim. Kichkinaligimdan kelishmaganman. Chunki meni onam faqat Rossiyaga ishga bo'lganlar. Qayerdan olay? Tarbiya berayotgan odam bo'lmasa qayerdan olasiz? Masalan, olyapti yaxshi Nodir. Hammani dadasi bor, menga yo'q. Tilaging bormi? Biron nimani xohlaysanmi? Aytdim, "Ha, men boshqalarda dadamni ko'rishni xohlayman" dedim. Qaysi uyga o'lganlar hammasini ko'rib chiqqanman, keyin iltimos ketaylik degan. Turmadan zakaz bergan. O'ldirib ketganlar. Kimdir bilan urushsangiz, Xafa qilsangiz. aytib beraman deyishga odam bo'lmaganda. O'zimni narsamni so'rayapman, uy ber yoki biror narsa ber demadim. Oddiy o'sha gitara, dadamning sovg'asini ber degan gapdan keyin cho'rna qilib qo'ydilar. Asli qonim Sirdaryoga to'kilgan. Faqat Buxoroda katta bo'lganman. Hurmatdan ko'rmasa turmushga chiqmoqchi bo'ldim. Hayotga umuman ko'rmaganman. Yo'q, bloger kerak emas dedilar. Xafa bo'lmang. Bachkana video oladi Nodira deyishadi. Uydan chiqib ketgan yilim yomon qiynalganman. Eng yaxshi kunim hali kelmagan.